يا من أتيت. Assalomu alaykum azizlar. Hayit bayramiga qo'shaloq bayram bo'lyapti. Mana bu orqamda turgan uy Brooklyn Chipshead'da joylashgan 2000 kvadratdan baland uyimiz single family house. O'tgan yil avgustda 1 millionga chiqqan edi. Biz 830 mingga olishga muvaffaq bo'ldik. Alhamdulillah. Qo'shni uyi bo'lsa 900 mingga ketdi. O'z narxlarini bilsangiz bo'ladi. Jo'rab aka, katta rahmat. tabriklaymiz. Zo'r locationda oldingiz aytganingizdek, baribir aytganingizdek, Staten Island emas, Brooklyndan boshlaymiz. Va shu kutib o'tirdik, ancha vaqt ko'rdingiz o'zingiz. Endi salkam meni shu 6 oylik kutib o'tirdik. Vadimga, kompaniyalaringizga hammasiga rahmat. Foizlarni ham past qilib olib berdi. Eng zo'r foiz qilib berdi. 5,5% dan. Hamma ishga omad. Kelasi yil nasib bo'lsa to'ylab kelinglar. Inshaalloh. Farzandlarni rohatini ko'ring. Tushunayapsan, aytganingiz kelsin. Mana qurib kelmadik aka, bu ham sog'. Katta rahmat. Mana kutib o'tirdik shuni. Mana shuni. Hamma so'rayotdi, qanaqa bo'layotgan? Mana shunaqa bo'ladi. Endi spesial shu bir olmodim. Yangisi iPhone'ni. Mana endi o'zi bepul berilar ekan. Podarka bor ekan. Katta rahmat. Rahmat. Ha, hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, uy olishni kutmanglar. Uyni sotib olgandan keyin narxi oshishini kutinglar. Agar Brooklyn, Long Island, Staten Islandda uy olmoqchi bo'lsa, albatta telefon qiling. Sizlarga omad. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Hey, don't know what to everyone out there.